Qatar bu arab davlatlari orasidagi eng kichik va eng boy davlatlardan biri. Qatar 2022-yilgi jahon chempionatidan keyin ancha mashhurlikka erishib, rivojlandi. Qatar asosan neft va tabiiy gazni sotib foyda ko'radi. Qatar aholisi esa 3,1 milliondan ko'proq va shundan 2,7 millioni migrantlar hisoblanadi. Bugungi videoda esa Qatarning eng zo'r va eng qiziq bo'lgan joylarini ko'rib chiqamiz va bularni sizlarga bugungi videoda gapirib beraman. Videoni ko'rishdan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta, birinchi bo'lib boshqa davlatga chiqqaningizda birinchi boradigan joyingiz bu albatta aeroport hisoblanadi. Ya'ni aeroport bu davlat yuzi. Davlat qanaqaligini siz aeroportda qulayliklardan, uning shart-sharoitlarini yaxshi bilib olishingiz mumkin. Masalan, Qatardagi Hamad aeroportini men dunyoning eng yaxshi zo'r aeroportlaridan biri deb aytish mumkin. Nimaga? Chunki aeroport birinchidan ancha katta, ikkinchidan aeroport ichida joylashgan duty free va shu kabi brendlar juda ko'p. Xohlagan paytingiz, xohlagan shu brendga kirib, tovarlarni bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Va uchinchidan esa aeroportning bir qismidan ikkinchi qismiga odamlarni tashish uchun maxsus mini transport bor, ya'ni mini metro bor. Bunaqa metro dunyoning eng zo'r aeroportlarida ham uncha-munchasida yo'q. Va undan ham zo'r mabodo Qatarga borib qolsangiz, sayohat maqsadida Qatar aeroportini o'zidan metroga to'g'ridan-to'g'ri o'tib, shaharni xohlagan joyiga borsangiz bo'ladi. Ya'ni shunaqangi qilishgan, metroni aeroportga birdaniga bog'lab olishgan. Ya'ni siz taksi yoki avtobus kutib o'tirmasdan shunchaki metroga chipta sotib olib, bemalol shaharni xohlagan qismiga borsangiz bo'ladi. Va oxirgi narsa, Hamad aeroportida maxsus kattagina botanika bog'i bor. Mabodo Hamad aeroportiga borib qolsangiz, shu botanika bog'iga kirishni tavsiya qilaman. U haqiqiy o'simliklar, favvoralar bor. Juda zo'r, chiroyli qurilgan aeroport. Bekorga eng yaxshi dunyoning aeroportlaridan biri emas. Xo'p, mana Qatarga ham keldingiz, mehmonxonaga joylashdingiz. Endi birinchi bo'lib nima qilish kerak? Birinchi bo'lib qiladigan narsangiz, men tavsiya qilgan bo'lardim, Qatar metrosiga tushib ko'ring. Chunki Qatar metrosi orqali siz shaharning xohlagan joyiga bemalol arzon narxda tez yetib olsangiz bo'ladi va Qatar metrosi ham dunyoning eng yaxshi metrolaridan biri. Sizlarga bitta zo'r qiziq narsani aytaman. Qatar metrosida 37 ta stansiya va 3 ta liniya bor va aynan mana shu 37 ta stansiya atiga 6 yil ichida qurilgan. Tasavvur qilasizmi? 6 yil ichida 37 ta bekatni qurish metro bo'yicha bu oson narsa emas. Hattoki 6 yil ichida Toshkent metrosi ham bunchalik tarzda o'zgarib ketmagan. Qatar poytaxti Doha shahri ham ikkiga bo'lingan. Masalan, shaharning asosiy markazida baland binolar, mehmonxonalar, savdo komplekslari joylashgan bo'lsa, shahar atrofida shaharning qolgan qismlarida asosan past binolar, har xil eski bozorlar va muzeylar joylashgan. Metrodan keyingi ko'rishingiz kerak bo'lgan joy bu albatta Kornish. Kornish bu dengiz bo'yidagi joy, shaharning cheti hisoblanadi. Aynan mana shu joydan yurib siz shaharning asosiy markaziy qismlariga kirsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana shu dengiz bo'yidagi, ya'ni Kornishdagi qayiqlarga chiqib, shaharni kengroq plandan ham tomosha qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari Kornishda har xil samokatlar ham qo'yilgan. Aynan mana shu samokatlarni olgan holatda ham shaharni chetini aylanishingiz mumkin. Bekorga men hali Qatar jahon chempionatidan keyin ancha o'zgardi demadim, chunki jahon chempionati Qatarning rivojlanishiga ancha sababchi bo'lgan narsalardan biri. Mabodo siz shaharni o'zida aylanib yuradigan bo'lsangiz, jahon chempionatidan qolib ketgan har xil haykallar, plakatlar yoki bo'lmasam eksponatlarni ko'rsangiz bo'ladi. Shundan keyin jahon chempionatida bir paytlar ishlagan to'liq konteynerdan yasalgan 974 stadioniga borib ko'rdim. Qatar oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, to'ychi xotinga o'xshaydi. To'ygan sochi katta targalli ko'radi, katta summalar sarflaydi, lekin to'ydan keyin qup-quruq bo'lib qoladi. Qatar ham xuddi shunaqa. Mana jahon chempionatiga shuncha xarajat, shuncha sharoit qilgan, jahon chempionatida ishlatishga, mana jahon chempionatidan keyin hech kim yo'q. Mana shu joylarda bir paytlar mashinalar to'la bo'lgan, muxlislar to'la bo'lgan. Hozir huvillab yotibdi. Birinchi bo'lib stadionga olib boradigan metroga tushdim va metroni qaragan bo'lsangiz, umuman hech kim yo'q. Bo'm-bo'sh, faqat bir o'zimman.
Jahon chempionatidan qolgan joylar qanaqaligini ko'rishingiz uchun men hech qanaqa musiqa qo'ymadim, ovoz ham qo'ymadim, shunchaki jonli tarzda ko'rsatib berishga harakat qildim. Doha shahrining markazida ko'rish uchun va aylanish uchun qanaqa joylar bor? Misol uchun aytaylik, Islamic Art Museum va Qatar National Museum, ya'ni Qatar Milliy muzeyi va Islom madaniyat muzeyi. Masalan, Islom madaniyati muzeyida siz islom dunyosiga oid bo'lgan har xil eksponatlar, islom tarixi bo'yicha juda ko'p narsalar ko'rsangiz bo'ladi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, endi mana shu manzarani ham ko'rishingiz kerak. Juda zo'r manzara o'tiribdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Tayyor bo'lsanglar, kel. Qaranglar. Suv, yog'i portlar, kemalar, bu yog'i bog', o'rtada shahar. Va mana shu manzarani ko'rish uchun siz pul to'lashingiz shart emas. Shunchaki muzeyga o'ziga kirasiz, turniketdan o'tib muzey yoniga o'tmoqchiman deb tushuntiradigan bo'lsangiz, hech qanaqa bilet sotib olmasdan aynan mana shu qismiga o'tsangiz bo'ladi. Mana shu muzeyga yaqin joyda Qatar Milliy muzeyi ham joylashgan. Muzeyning o'zini tashqi ko'rinishi sizni bittada e'tiboringizni tortadi. Va muzeyga kirish albatta pullik, lekin puliga arziydi. Masalan, bu muzeyda siz Qatar milliy tarixi, Qatar qanday qilib rivojlanganligi, Qatar tabiat dunyosi haqida juda ko'p eksponatlarni ko'rib, juda ko'p ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Va aynan mana shu har bir tushuntirib berayotgan ma'lumot qiziqarli tarzda tushuntirib beriladi. Devordagi proyektorlar orqali siz yana boshqa videolarni ko'rib ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Deyarli odam umuman kam yo'q desa ham bo'ladi. O'zi odam ko'p bo'lgan, aynan shu jahon chempionati paytida mana shu joylar to'lgan, lekin hozir mana do'konlar ham bo'm-bo'sh, hech kim deyarli yo'q. Asosan odamlar ham migrantlar bo'ldi. Dohadan tashqari siz mana shu Luzelga borib shaharni aylansangiz ham bo'ladi. Bu joyda har xil kafelar, kichkinagina do'konlar joylashgan, lekin hali ko'rsatganimdek ko'cha umuman bo'm-bo'sh. Odamlarni juda kam ko'rasiz. Lekin boshqa tarafdan Qatarda odam kamligiga ancha zo'r. Misol uchun Dubayda deyarli hamma Dubayga borsa odam ko'p bo'lsa, Qatarda nisbatan odam kam. Bemalol kechasi ham yursangiz ham bo'ladi. Xavfsiz Dubayga o'xshab va Dubayga nisbatan odam ancha kam. Hozir men dunyoning eng qimmat 5 yulduzli, ba'zi bir manbalarda 6 yulduzli deb yozilgan mehmonxonaning oldidaman. Raffle, ya'ni yarim oy shaklidagi mehmonxona Qatardagi Luzel shahrida eng qimmat, eng lyuks variantdagi xonalar, sharoitlar shu mehmonxonada joylashgan. Qaranglar, dizayn ham boshqacha ishlangan, yarim oy shaklida. Bu yoqda suv, bu yoqda fontanlar bor. Yana bitta narsa e'tibor qilinglar, bu yerda deyarli xuddi Amerikaga o'xshashib ketadi. Hech kim peshkom yurmaydi, ya'ni piyoda yurmaydi, hamma mashinada yuradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'llar bo'm-bo'sh. Bizning O'zbekistonda deyarli hamma piyoda yuradi, jamoat transportini ishlatadi, avtobus, metro. Bu yerda 70-80% odamda mashina, hammada mashina. Nochor bir migrant odamda ham bitta kishnagina qanaqada Toyota'mi, Nissan'i bor. Bitta ozman peshkom yurma, o'zimni qanaqa nochordek his qilaman to'g'risi. Videoni ko'rayotganlar orasida albatta Qatarga dam olish uchun emas, balki ishlash uchun bormoqchi bo'lgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Albatta aynan shu insonlarimiz uchun biz kichkinagina mini intervyu olganmiz Qatarda ishlayotgan hamyurtimiz bilan. O'zi Qatarda ish oliklari, ya'ni ish uchun oliklar qancha, borib ishlashga arziydimi yoki yo'qmi, aynan shular haqida biz batafsil suhbatlashganmiz. O'zi ishga kirish uchun nima qilish kerak? O'zi qanaqa qilib kelib qoldingiz bu yerga?
o'zimiz shu universitetga topshirdi, namto'ga kira olmadi. Agensiyalar qidirdi, mana chet elga ishga jo'natadi. Agensiya orqali keldi. Lekin o'zingiz ham harakat qilib kelsangiz bo'ladi. Programmalar bor, LinkedIn programma, boshqa o'zining programmalari bor. O'sha programma orqali keladi ko'pchilik. Lekin agensiya orqali kelsangiz bo'ladi. Ularda tezroq kelasiz. Bilib kelishingiz kerak, inglizchani bilib kelsangiz, biz tillar aytgandan qo'llashadi. Shunaqa. Masalan, bu yerga O'zbekistonlik kelib asosan qanaqa ishlarda ishlashadi? Qanaqa yo'nalishlarda? Hotelda ishlaydi, waiter bo'lib ishlaydi. Boshqa joyda experience bo'lsa, misol uchun men o'zi 1 yil experience oldim, yana 2 yil 3 yil experience bo'lsa, men supervizorlikka topshirishim mumkin. Tajribangizga qarab. Tajribangizga qarab bo'laveradi. Lekin birinchi kelganimizda albatta waiter bo'lib kelasiz. Ofitsiant bo'lib kelasiz. Masalan, mana shu oddiy ofitsiant bo'lib turib, necha pul atrofida topsa bo'ladi? Taxmin. Boshlanishi o'sha ko'p emas, 500-600 dollardan boshlanadi. Qatar realda 1600-1800 real. Keyin restoran, hoteldan ko'ra restoranda oylik maosh ko'proq. Misol uchun restoranda 1000 dollar oylik olasiz. Birinchi kelganida waiter bo'lib kelgan. Lekin sizga yotoqxona bermaydi. Yotoqxonani o'zingiz toplaysiz. O'sha minus tarafi bor. Yotoqxonalar juda ham qimmat. Hotel kurs tarafi sizga bilet beradi, joy beradi, ovqat, avtobus bepul transport beradi. Oylik maoshi lekin sal pastroq bo'ladi. Shunaqa 500-600 dollar atrofida. Videoning shu qismigacha Qatardagi ish sharoitlari va oyliklar haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qildik. Qatarning yarmi aholisi migrantlar hisoblanadi. Videoni boshida aytib o'tganimdek, agarda siz haqiqiy arablarni ko'raman desangiz, unda Misherib mavzesiga borishni tavsiya qilaman. Toshkentda yashagan odamlar biladi, Toshkentda Sibir, Oybi, ya'ni eng zo'r oddiy tilda aytganda krutoy joy bo'lsa, markalar yig'ilsa, men o'sha Misherebdaman. Hamma markalar yig'ilgan joy. Arablar, ya'ni lokal arablar ham aynan shu joyga yig'ilishar ekan kechga. Mashinalar ham inamarkalar bor oralarida. Har xil. Binolar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, boshqacha stilda qurilgan. Shaharga boshqa, bu yoqqa boshqa. Xuddi arablar o'zi uchun, o'zini xalqi uchun alohida shaharcha qo'yganga o'xshaydi. No imkoni boricha arablarni ko'rsatishga harakat qilman lokallarni. Chunki baribir ularni videoga olish mumkinmi, mumkin emasmi, men bilmayman. Ko'p joyda o'zi mumkin emas odamlarni ruxsatsiz rasmga video olish shu sababli maksimal ko'rsatishga harakat qilman. Ya'ni shu yerda mahalliy aholini Musheribda ko'chalarda hammasida mana shunaqa tosh yotqizilgan, hech qanaqa asfalt yo'q. Ya'ni bu shahar qurishi eng qimmat usullardan biri, shahardagi yo'llarni qurishi. Ya'ni asfaltdan ko'ra tosh yotqizish ancha vaqt talab qilinadi va ancha soqqa ketib qolishi mumkin. Bu joyda esa hammasi tosh yotqizilgan. Yo'lda hech qanaqa asfaltni ko'rmaysiz. Hamma joy tosh. Undan tashqari Misheribda har xil kafelar va do'konlar bor va mavzening o'ziga alohida bepul tramvay o'rnatilgan. Agarda Qatarga birinchi marta kelayotgan bo'lsangiz, shahar markazidan tashqari, muzeylardan tashqari So'q Vaqf bozoriga borib ko'rishingizni maslahat beraman. So'q Vaqf bu Qatarning eski bozori hisoblanadi. Mabodo siz har xil suvenirlar olmoqchi bo'lsangiz, matolar yoki bo'lmasam shunchaki eski bozorda milliy taomlardan tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, So'q Vaqf bozori aynan siz uchun. Arxitekturaga keladigan bo'lsak, arxitektura eskicha shaklda qoldirilgan, to'g'ri, juda eski emas u. Eski binolar yaxshi holatda saqlangan. Menimcha buni har doim rekonstruksiya qilib turishadi. Va atrofda bir nechta kafelar va savdo do'konlari. Ekologiyaga juda katta e'tibor berishganligidan mana shu joyda ko'pgina kafelarni konteynerdan yasashgan. Ofislar, kafelar, o'tirib ishlashga har xil coworking markazlar hammasi konteynerdan. Bizning O'zbekistonda ham xuddi shunaqa qilsa bo'ladi, chunki bizda ham masalan uchun konteynerlar juda ko'p, ortiqcha axlat ketib qoladigan konteynerlar aynan shularni olib, qanaqadir kafeshkalar yoki bo'lmasam ishlab o'tirish uchun coworking, mini coworking zonalar qursa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Menga juda yoqdi. Tashqi ko'rinish uchun ham zo'r, ekologiya tarafdan ham juda zo'r. Orqamda yana bitta kafe. Bu yerda ham ofislar har xil
va bu yerda ham qaytdi. Videoning oxirida esa Qatarda yana ko'rishingiz kerak bo'lgan joylarni qisqagina gapirib ketaman. Qatarga borsangiz, albatta safari turini uyushtirmasdan ketmang, chunki safari turda siz Qatar cho'llarini ko'rasiz, tuyalarga chiqib sayr qilasiz va boshqa ishlar bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Va Qatardagi cho'llar ham oddiy emas, balki dengizga ulangan cho'llar. Bunaqasini kamdan kam ko'rgan bo'lsangiz kerak. Kitoblarga qiziqadiganlar uchun esa Education City'dagi Qatar milliy kutubxonasi ham bor. Bu kutubxonani maydoni bitta Bunyodkor stadioniga to'g'ri keladi va siz kutubxonadan har xil janrdagi kitoblarni topib, ularni o'qishingiz va kutubxonadagi kompyuterlardan ham foydalanishingiz mumkin. Qatar yirik shaharlarida mana shunaqa tramvaylar joylashgan. Bu odamlarni bitta joydan ikkinchi joyga tashishga yordam beradi. Deyarli ko'p shaharlarda mana shunaqa tramvaylar yoki bo'lmasa avtobuslar yuradi. Kechki payt dengiz bo'yida sayr qilishni yoqtirganlar uchun Mina qishlog'i zo'r variantlardan biri. Qishloqdagi mana shunaqa rang-barang uylar, naqshinkor devorlar, dengiz bo'yidagi mana shunaqa yo'lkalar, maza qilib yurib, ko'felarni olib dam olsangiz bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga foydali va qiziqarli bo'ldi. Qatarni sayohat bo'yicha, ishlash bo'yicha, aynan mana shu yo'nalishlar bo'yicha Qatar haqida qisqacha ma'lumotlarni berishga harakat qildik. O'ylaymanki, manfaatli va qiziqarli bo'ldi. Bizning mehnatimizni qadrlash uchun video like bosib, albatta kanalga obuna bo'linglar. Shuni o'zi sizlardan eng katta yordam bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha va keyingi videolarda qaysi davlatlarni ko'rish xohlaysizlar? Qaysi davlatlar haqida video ko'rish xohlaysizlar? Bularni ham kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.